Undan ko'ra dazmolda qilganim yaxshi edi. Bitta dona shu naski bilan sochimizni ideal jingali qilsak bo'lar ekan. Kelinglar sizlar bilan birga buni sinab ko'ramiz. Birinchi bo'lib toza yuvilgan sochimizni yaxshilab tarab olamiz. Endi sochimizni tepaga yig'ib olamiz. O'zimiz ishlatadigan soch spreyimizni olib, yaxshilab sochlarimiz uchini namlab olamiz. Endi naskimizni olib, sochimizga qistirib olamiz. Endi sochimizni yaxshilab aylantirib o'rab olamiz. Qisqichimizni olib tashlab, naskini boshimizga kiydirib qo'yamiz. Endi sizlar bilan ertalab ko'rishamiz. Mana ertalab ham bo'ldi. Endi sochimizni yechib, sizlar bilan birga rezultatini ko'ramiz. Lekin to'g'risini aytaymi, men kutgan rezultat bo'lmabdi. Undan ko'ra dazmolda qilganim yaxshi edi. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Kuningiz yaxshi o'tsin.